Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı sözleyimiz. Leksiya dese de qacırız. Washington'dan sözleyimiz. Sizlerge aytadigan bugünkü yeni vaziyet mındaq. Birinci, Prezident Trump Tayvan ve Tibetni qo'llashni kengaytirish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Jungo Amerikadan ichki siyosatga aralashishni to'xtatishni talab qildi. Mavzuli xabar 2020-yil 12 ayning 28-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Ikkinchi, Prezident Trump 2 trillion 300 milliard dollarlik yangi yuqumliq virusning qiyinchiligidan qutulish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Mavzuli xabar 12 ayning 28-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Uchinchi vaziyatga aloqador xabar Jungo partiyasi Beijing shaharlik partikomning sekretari Saychi Turalg'ur rayonlar va kasal bayqalgan yezi kentlarni qamal qilish to'g'risida buyruq tushirdi va Beijingda har qaysi rayonlarda jiddiy holat e'lon qildi. Mavzuli xabar yoki mavzuli torpilim 12 ayning 28-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Yuqorqilar hozirgi vaziyat, hurmatli vatandosh. Endi siz bu xabarning 5'idilar. Nimani ko'rdingiz? Tayvan va Tibetni qo'llashni kengaytirish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Hurmatli davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Hurmatli Prezident Trump efendi. Oxirgi qadam, eng oxirgi qadam. Amerika uchun eng oxirgi qadam. Dünya uchun eng oxirgi qadam. Dunyoda ezilgan millatlar, mazlum millatlar uchun eng oxirgi qadam. Mening da'vatqanim 1-ayning 6-kuni Amerikaning taqdirini belgilaydigan kun. Amerika Qo'shma Shtatlardan boshqa butun dunyoning taqdirini belgilaydigan kun. 1-ayning 6-kuni mustabid Jungo partiyasining taqdirini va uning oqibatini belgilaydigan kun. Shundaq muhim kunlarga yaqinlab kelayotganda Prezident Trump hukumatining xuddi yuqorqi qonunlarga imzo qo'ygandek Uyg'ur to'g'risidagi genosid, qirg'inchilik, Uyg'urni etnik tozalash, Uyg'urni millat sifatida tozalash, Uyg'urni odam sifatida yer shardan yo'qotish uchun bütün taraddudlarni qilayotgan va shu yo'lda tirishchanlik ko'rsatgan yoki vahshiylik ko'rsatgan Xitoy hukumatining ustidan, Jungo partiyasining ustidan bu so'yqirib yoki milliy qirg'inchilik degan jazoni bekitishinglarni umid qilamiz. Bütün Uyg'urlar shuni umid qilamiz. Hurmatli Prezident Trump hukumati, siz g'ayrat qilasiz, ishonamiz. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo eng oxirgi bir qadam. Dunyo uchun eng oxirgi bir qadam. Uyg'ur jazo lagerida qiynalayotgan, o'lim yetim ko'rilayotgan shunday ahvolda Uyg'urlar uchun ham eng oxirgi bir qadam. Prezident Trump hukumati sizdan shuni talab qilamiz, qayta talab qilamiz. Mushu qadam yoki mushu vaziyat ostida siz Uyg'ur mustabidlik siyosat bilan muomala qilayotgan Xitoy hukumatining jinoyatini, ya'ni Uyg'urlarni qirg'in qilish jinoyatini bekitib berishingizni umid qilamiz Prezident Trump va umid qilamiz Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo.